Avstriyadagi Amerika elchixonasida Uyg'ur masalasi anlatildi. Avstriyaning poytaxti Vienna shahridagi Amerika elchixonasining taklifiga binoan Amerika Uyg'ur akademiyasi bosh kotibi Uyg'ur harakati tashkilotining direktori Roshan Abbas xonim Avstriyaning poytaxti Vienna, Chex Cumhuriyetining poytaxti Praga qatorliq joylarda 2019 yili 28 maydan 31 maygacha Uyg'ur masalasi haqida doklad berdi. Roshan Abbas xonim 28 may Viannadagi Amerika Madaniyat sarayida Uyg'urlar Xitoyning jazo lagerlari unsiz dunyoda degan temada doklad berib, Xitoyning Sharqiy Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchiligiga xalqaro jamiyatning sukuti turayotganligi, bu xil vaziyatga qarta cho'qim bir konkretni tadbirning o'tirg'i chiqishi lozimligi haqida nuqtaliq to'xtalgan. Dokladdan keyin yig'inga qatnashgan nopozliq arboblar Roshan Abbas xonimdan Uyg'urlar vaziyatining xalqaroda kun tartibga kelmasligining sabablari haqida turli savollarni so'ragan. Mazkur doklad berish faoliyati shu joydagi Amerika elchixonasining Twitter betida e'lon qilinib, Roshan Abbas xonimning Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar uchrayotgan ziyonkashliklar haqida tushuncha berganligi tilga ilingan. Ziyoratimizni qabul qilgan Roshan Abbas xonim va Avstriya Uyg'ur jamiyatining boshlig'i Mavlon Dilshod apandimlar mundoq dedi. Mening bu Yevropadagi ikki davlatga bo'lgan bu qitimqi safarim va dokladlarni berish, tadqiqotchilar bilan so'zlashish jarayonida olib borgan bu faoliyatlarimningki ahamiyati hozirgi shu butun dunyoga Xitoyning yurgizayotgan jazo lagerlari bizning vatanimizni besib olib, vatanimizdagi Uyg'ur xalqiga, Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga so'yqirim, irqiy qirg'inchilik olib berayotganligi va buning Xitoyning bir yo'l, bir balvoq plani bilan bevosita munosabatga ekanligi, Xi Jinpingningki dunyoga xo'ja bo'lish, dunyoni egallash uchun o'tirg'a ko'tarib chiqqan bir yo'l, bir balvoq ning asosliq bizningki hozir millatimizni butunlay qirib tashlab shu zaminning egallari bo'lgan Uyg'ur, Qozoq, O'zbek va boshqa xalqni butunlay qirib tashlab shu bizning vatanimizdan yangi ipak yo'lini O'rta Osiyoga, Yevropaga va Afrikaga etish uchun yurgizayotgan bu razil qilmishlarini etib berish uchun tirishdim. Hamda buningki hamda shahardagi yerlik xalqni va shu ikki davlat siyosiy yo'llarini Xitoyning haqiqiy abdi bashirsini to'nib yetishiga shunga mening bir yordamim bo'lgan bo'lsa, ayt xo'sh bo'lma. Bu Pragdagi Amerika elchixonasi va Viyanadagi Amerika elchixonasi xodimlari bu safarning muvaffaqiyatli bo'lganligini deb, bundan keyin yana boshqa davlatlarda shunday o'xshash faoliyatni olib berish taklifini berganligini aytdi. Faoliyatninki eng chong ahamiyati shu bo'lgan bo'ldi. Avstriyada Sharq Turkiston da'vosi yangi bir qadam bilan ilib berilyapti. Chunki bu yerdagi Uyg'urlarningki oz bo'lishining sababchisidan Avstriya Uyg'ur jamiyati tashkilotimi qurilganiga bultur 10-oyning 7-si qurilgan. Qurilib hozircha 8 oy ichida ba'zi bir faoliyatlarni ilib borgan bo'lgan. Endi eng chong ahamiyati shu edi. Endi Avstriyadagi kishilik huquq faoliyatchilarininki Sharq Turkiston masalasiga nihoyatda yaqin va bu masalani takibga ilib turib kuzatayotganligini ko'rib olsak bo'ldi. Chunki bunda bir faoliyatni Amerikan konsulluğundan talab qilinmagan bo'lsa, bunda bir faoliyat burada uyushtirilmagan bo'ladi deb o'ylayman. Chunki Roshan Abbas xonim Uyg'ur harakati tashkilotining direktori bo'lish sifati bilan
Рошан Аббас ханымныңки ve ailesinin bir qarindoshinininki Xitoy jazo lagerlarida ishganligini sababi bilan chaqirilib bu yerda birinchi eg'izidan Sharq Turkistondagi bo'layotgan ekanlarning tushunchisini olgan bo'ldi. Endi bundan keyingi Avstriyadagi Sharq Turkiston davosining cho'ng bir ishning ichilganligiga asos solgan bo'ldi Рошан Аббас xonim. Endi biz Avstriya Uyg'ur jamiyati nomidan tuni 28-yilda shu yerga qaytilgan tashkilotchilarni, tashkilot xodimlarini va kishilik huquq faoliyatchilari bilan ko'rish orqali Avstriyada kuchli bir Sharq Turkiston davasını ilip barılığımızda bir asası bir yardımcı boğan boldu deb o'ylayman. Endi bu Рошан Аббас xonim uyida endi shunda canlılık ve qaysarlik bilan bergan dokladi uyadagi kishilik huquq faoliyatchilarininki ve nopusluq arboblarning shunda diqqatini tatqanlik uchun sorgan savollarga qanoatlik javob olganligini ko'rgan Xitoy buning chidab turolmay o'zicha Рошан Аббас xonimga hujum qilib beqishni sinab baqdi bu yerda. Endi Рошан Аббас xonim bu yerda o'zining siyosiy qobiliyati, qo'saqdagi bilimi, o'qimishliq va ko'rgan tajribalik siyosiy ideyasi bilan buni besit qildi. Endi u yerda Xitoy hukumatininki xalqaroga yog'inlardan 11 milyon Uyg'ur nopusining bor ekanligini aytdi. Ammo bu xato. Uyg'ur Sharq Turkistonda 20 bilan 30 milyon arasida Uyg'ur xalqi yashayotdi. Endi bu 20 milyon bilan 30 milyon arasındaki bu Uyg'ur xalqininki 3 bilan 5 milyon Uyg'urninki Xitoy to'plash jazo lagerlarida ishganligi yomon cho'ng bir raqam. Xitoyninki 1.3 milyar nopusi bor. Endi bu nopusininki %10'i 130 milyon bo'ladi. Bu 130 milyonning Xitoyning hozir bir jazo turmlarida ishganligiga ishonmayman. Degandek aqlli va qoyil qilararliq savollar bilan javoblar bilan so'zlar bilan javoblandi. U Xitoymi u yerda mat bo'ldi. Mat bo'lgandan keyin shuk qilib o'tgan bo'ldi.